Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Demak, bizda yangi loyiha GCI O'zbekiston podkasti va bugungi podkastimizning ilk mehmoni O'zbekistonga faol investitsiyalar olib kelish bo'yicha faol bo'lgan tadbirkor va shu bilan birgalikda GCI O'zbekiston tashkilotining ilk prezidenti Bunyodbek Ibragimov. Assalomu alaykum Bunyodbek aka. Assalomu alaykum. Sizni ushbu loyihamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va o'zingizni ozroq tanishtirib o'tsangiz tomoshabinlarimiz uchun. Avvalo, o'sha loyihani boshlaganliklaringiz bilan tabriklaymiz. Davomli va muvaffaqiyatli bo'lishini tilab qolamiz. Ibragim Bunyodbek, huquqshunosman avvalo va shu bilan birgalikda Yaponiyada chet el tahsil olib, bugungi kunda o'sha O'zbekiston Yaponiya o'rtasidagi investitsiya savdo sohasida faoliyat yuritgan tadbirkorman va hozir aytilganday o'sha JC O'zbekiston tashkilotini O'zbekistonga kirib kelishidagi asoschi founderlardan va shu bilan birgalikda shu mas'uliyatni olib ilk o'sha tashkilotga rahbarlikni olib boshladim. Bunyodbek aka, bilamizki, ushbu GCI tashkiloti dunyo bo'yicha 120 dan ortiq davlatlarda mavjud va bu tashkilot juda ham keng hisoblanadi va bundan tashqari hozirda UNESCO BMT bilan hamkorlikda ham keng ishlar va tadbirlar olib boryapti. Ushbu tashkilotni bilishimizcha O'zbekistonga 2016-yilda ham tashrif bilan kelingan ekan. Va bu tashkilotni ochish bo'yicha ma'lum bir jihatda muammolar bo'lgan. Va keyin mana yillar o'tib, mana shu tashkilotni O'zbekistonga olib kirdingiz. Va bu tashkilotni olib kirishingizda qanaqangi challenge deymizmi yoki to'siqlar bo'ldi? Qanaqa tarzda bu tashkilot O'zbekistonda tashkil topdi o'zi? Avvalo ushbu tashkilot demak o'z tashkil etilishi tarixiy voqeasiga qaraladigan bo'lsak, o'sha faol yoshlar yoki faol tadbirkorlarni o'zini hududida o'sha xalqaro tashkilot yoki milliy tashkilot sifatida emas, ya'ni o'sha respublikaviy davlat miqyosida o'sha kichkina hududdagi o'zlarini kundalik muammolarini hal qilish uchun yoki o'sha yerdagi tadbirkorlarni ijtimoiy faolligini oshirish uchun tashkil etilgan tashkilot hisoblanadi. Lekin keyinchalik bu demak Amerikada o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida Savdo sanoat palatasi tarafidan ham nafaqat bitta hududda, bir necha hududlarda butun o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining har bitta shtatida savdo sanoat palatalari qoshidagi o'sha yosh tadbirkorlar palatasiga aylantirish degan g'oyagacha yetib borgan va ikkinchi jahon urushidan keyin buni nafaqat AQShdan g'oya demak AQShdan tashqariga Norvegiya, boshqa Yevropa davlatlariga ham va undan keyin Filippin, Osiyodagi davlatlarga qilib bu xalqaro miqyosdagi tashkilotga aylangan. Bu shuning uchun na siyosiy tashkilot, na bir diniy tashkilot, bu na bir tadbirkorlik tashkiloti, tijorat tashkiloti, bu notijorat tashkilot. Shu bilan birgalikda bu doimiy tashkilotdagi bitta farqli tarafi bu volontyor, ya'ni ko'ngillilar tashkiloti. Doimiy bu yerda shtabda ishlaydigan, oylik ishlaydigan xodimlardan iborat bo'lgan tashkilot deb ayta olmaymiz va shu bilan birgalikda o'sha o'z loyihalarini, faoliyatini a'zolar badallariga faoliyat yuritgan xalqaro tashkilot. Chunki boshqa tashkilotlardan farq qiladi. Misol uchun o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'ladimi, UNESCO bo'ladimi, UNICEF bo'ladimi va turli xil tashkilotlarda bilamiz, ma'lum bir o'sha grantlar, xayriyalar yoki davlatlardan to'lanadigan badallar evaziga bo'ladigan bo'lsa, bu demak aynan 18 yoshdan 40 yoshgacha bu tarafi ham jihati ham muhimda. Chunki qaysi bir sohada ko'radigan bo'lsak, tadbirkorlik deymizmi yoki o'sha success sifatida 40 yoshdan keyin bo'ladi ko'pincha, ya'ni 18-25 gacha tahsil oldi, undan keyin ishladida degan narsada. Ya'ni bu yoshda siz ma'lum bir ijtimoiy faollikni ga harakat qilish va o'sha tashkilotni o'zingiz moddiy hisoblardan qo'llab-quvvatlash shuni o'zi challenging hisoblanadi. Shunga asl tashkilot o'zi bir challenging tashkilot. Ya'ni buni 100 yildan ortiq bitta g'oya asosida birlashib turish ham bu ham bir bitta kuch desak bo'ladi. Ya'ni bitta oydan boshlagan tashkilot emas, undan keyingi avlodda bu g'oya va tashkilotni davom qildira olishi, bu tizimlilikni, davomiylikni o'sha demak to'lqinlar bo'lsa ham, ko'payish, kamayish bo'lsa ham bo'ladi. Endi O'zbekistonda bilamiz, umumiy holatda o'sha xalqaro tashkilotlar kirib kelishi 90-yillardan keyin bo'lgan bo'lsa, avvalo o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotlari boshlatlar kelgan. JCI'ni logosiga qaraydigan bo'lsangiz ham xuddi ayni Birlashgan Millatlar Tashkilotining logosini tashiydi. Ya'ni o'shani foydalanadi.
Nimaga ruxsat berilgan ayni logoni foydalanish desa, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil etilgan payti ofis kerak bo'lgan, ya'ni birinchi binosi ofisini demak o'sha JCI tomonidan ta'minlangan, taklif etilgan. Shunga mana shu tashkilotga ruxsat berilgan, ya'ni logo BMTniki ishlatinglar, shu logo bilan faoliyat yuritsangiz bo'ladi. O'zbekistonda 90-yillargacha bu yerda nodavlat, notijorat tashkilotlari ham hammasi deyarli davlat tashkiloti bilan bir xil bo'lgan. Ya'ni ayni davlat o'zi tashkil qilgan, o'zi uni mablag'ini demak moliyalashtirgan, o'zi boshqargan. Bularni kvazi nodavlat tashkilotlar yoki kvazi davlat tashkiloti deymiz, shunaqada. Ya'ni maqsadi jihatidan, faoliyati jihatidan, g'oyalari jihatidan va xalqqa ham o'sha bu nodavlat, ya'ni davlat tashkiloti bo'lmagan degan narsa bilan aytadi. Lekin ularni tashkil etilishiga qaraydigan bo'lsangiz ham ta'sisi yoki moliyalashtirilishi, tayinlanishiga qaraydigan bo'lsangiz, bu nodavlat tashkilot deb ayta olmaysiz. Hattoki o'zimiz savdo sanoat palatasi ham. O'zi mana shu yaqinlarigacha savdo sanoat palatasida tadbirkor rais bo'lmaganda, ilk bor mana Davron aka Vahobov ilk bor o'sha savdo sanoat palatasiga ya'ni tadbirkor rais bo'ldida. Bu boshqa tashkilotlarimizda ham ayni holatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizdagi O'zbekistondagi ko'pchilik nodavlat, notijorat tashkilotlari bular davlat tashkilotlari aslida. Ya'ni davlat o'zi qila olmaydigan sohalar, ishlar bo'ladi. Buni nodavlat, notijorat tashkilotlar qilish kerak, lekin uni hali bizni jamiyatimizni, fuqarolik jamiyatimizni fuqarolar mana shu faol bo'lib turib, o'sha nodavlat, notijorat tashkilot tashkil qilib qilishmaydi. Shunday paytlarda davlat mana shu sohalarni demak qo'llab-quvvatlash uchun, qilish uchun davlat moliyalashtiradi, tashkillatda bu fermerlar uyushmalari shunaqa. Deyarli ko'pchilik misol uchun uyushmalar ham, tadbirkorlik sohasidagi uyushmalar ham ko'pchiligi shunaqa bo'lgan. Yaqinda misol uchun mana ekspertlar uyushmasini aytishimiz mumkin. Bu ham sof ma'nodagi tadbirkorlarni o'zini uyushib, nodavlat, notijorat tashkil qilib yurityapti. Bizda ko'p bunaqa tashkilotlar bor. Ipakchilik deymiz, boshqa deymiz, u asalchilik, boshqalar. Bular o'sha davlat o'zi tashkil qilgan demak o'sha kvazi nodavlat tashkilotlarda. Endi davlat buni hozirgi kunda sekin-asta o'sha erkinlashtirishga, haqiqiy ma'noda nodavlat bo'lishlariga imkon berib, o'zlariga o'sha qilyapti. Shuning uchun o'sha paytlardan 90-yillardan keyin ham hozirga qadar ham chet eldan tashkilotlar kirib kelayotgan payti bu yerda demak o'sha ruxsat berishda muammolar bor. Ya'ni haqiqiy nodavlat, notijorat tashkilotlarning faoliyatini siyosiy tashkilotmi, diniy tashkilotmi yoki boshqa O'zbekistonda har xil o'sha rivojlanishiga xalaqit beradigan, zarar beradigan g'oyalarga egami degan narsada bir filtr nimamiz bor. O'sha jihatlaridan demak bu tashkilot ochilishida qiyinchiliklarga uchragan. Va bu yerda yana bitta jihati boshqa tashkilotlar ham bor. O'sha bilan bo'lganligi uchun nimaga kerak degan narsa ham bor. Misol uchun aytadigan bo'lsak, savdo sanoat palatasi bor. Nimaga kerak bu JCI degan narsa bo'ladi. Demak, savdo sanoat palatasini sohasiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda hamma tadbirkor a'zo bo'lishi mumkin birinchidan. Va uni g'oyasi o'sha tadbirkorlarni birlashtirib, tadbirkorlar muammolarini hal qilish bo'ladi. JCI tadbirkorlarni birlashtirib, ijtimoiy muammolarni hal qilish bo'ladi. Ya'ni bu yerda g'oyada maqsadda farqlilik bor-da. Ayni paytda bizda yoshlar agentligi yoki yoshlar ittifoqi bor. O'zi mana shu yoshlar agentligi davlat tashkiloti bo'lgan bo'lsa, yoshlar ittifoqi bular mana oldin davlat tashkilotlari bo'lgan bular. Hozirgi kunda bularni o'sha nodavlat, notijorat tashkilotga aylantirishga harakat bor, lekin to'liq bular moliyalashi, faoliyati jihatdan demak to'liq erkin o'sha nodavlat, notijorat tashkilotga aylantirib ayta olmaymiz. Va bulardan farqi nima bo'ladi desa, yoshlar tashkiloti yoshlarning muammolarini hal qilishga dagi davlatni demak o'sha siyosatlarni qo'llab-quvvatlash, amalga oshirish bo'yicha bajaruvchi tashkilot hisoblanadi. Ya'ni yoshlarni o'zlari uyushib, o'zlarining muammolarini hal qilish uchun emas. JCI bo'lsa, demak bu yerda aynan yoshlarni birlashtirish, yoshlarni rivojlantirishga va bu yerda davlatga hech qanaqa qo'llab-quvvatlash yoki mablag' olish evaziga emas, aynan o'sha faollikni talab qiladi. Ya'ni siz bu yerga kelib turib bizda shunaqa muammo bor, bizga JCIda hal qilib beradi. Yo'q, hal qila olmaydi. Siz kelib bu tashkilotga kirib turib mana shu o'zingiz hududingizda, misol uchun shaharingizda, hududingizda, davlatda qanaqa muammolarni hal qila olasiz yoki siz ijtimoiy o'sha mas'uliyatingiz, majburiyatingiz qanaqa amalga oshirasiz. Shu bilan birgalikda mana shu JCI xalqaro tashkilotini boshqaruvida siz ishtirok eta olasiz. Bu sizni aynan liderlik qobiliyatlaringizga bog'liq. Teamwork qilishingiz, liderlik, tadbirkorlikda va agarda O'zbekistonda o'sha yoshlarni, tadbirkorlarni faollashtirilsa, nafaqat O'zbekistondagi JCIni, balki Osiyo
tashkilotini, butun xalqaro tashkilotni raisigacha chiqish mumkin bo'lgan imkoniyat, bunga yo'l bor. Shunga mana shu jihatlarida JCI farq qiladi. Shu jihatlardan menimcha tashkilotni g'oyasini tushunishgan, tushuntira oladigan, hujjatlarni taqdim qila olishda to'liq amalga oshirish qiyin bo'lgan. Yoki deyman, ayniqsa bu tashkilot tashabbus qilishda chetdan kelib kimdir qilish emas. Aynan mana shu O'zbekistonni, o'sha hududni tadbirkorlar yoshlarini tashabbusi bo'lmaydigan bo'lsa, bu davlat tarafidan qabul qilinishi qiyin bo'ladi. Shu jihatdan bizning oldingi tashabbuslar, urinishlarni ayrimlarida o'sha ro'yxatga o'tkazish boshqa qilganda ham mana shu jihatlar tashkil qilmaganligi o'sha vaziyatni pishib yetmaganligini bildiradi deb o'ylayman. Va biz bu safar mana shu narsalarni tushuntirgan holatda, ya'ni avvalo davlatga ham bu tashkilotni O'zbekiston uchun, yoshlar uchun muhim ekanligini, foydasi bor ekanligini tushuntira oldik deb o'ylaymiz. Va ikkinchisi, aynan mana shu narsani qilish g'oyasi bu chet eldan kelgan chet elliklar emas, aynan biz o'zbekistonliklar mana shu g'oya bilan, tashabbus bilan chiqqanligi muhim deb o'ylayman. Aynan bu tashkilotni sizdan oldin ham kimlardir olib kelishga yoki tashkil etishga urinib ko'rishganmi? 98-yilda birinchi urinish bo'lgan deb bilaman tarixiy jihatdan. Bu yerda JCI o'sha O'zbekiston yoki har bitta hududda National Organization deb aytamiz, ya'ni milliy tashkilot tashkil qilishda shartlari bor. Shulardan bittasi, ya'ni bu yerda o'sha 40 kishi tashabbuskor guruh bo'lishi kerak. Ikkinchisi, JCI tashkiloti bo'lgan boshqa bir milliy tashkilot sizga sponsor yoki o'sha homiy sifatida chiqishi kerak-da. O'shanda menimcha Pokiston bir harakat qilgan, bu yerda o'zlarida ham ularda barqaror tashkilot bo'lmaganligi uchun bo'lgan yoki o'sha 98 dan boshlangandan keyin tashabbuskor guruhlarning ham niyatlari boshqa bo'lgan. Chet elga chiqish boshqa degan narsa. Ya'ni ijtimoiy faollik, ijtimoiy muammolarga, o'sha yoshlarga liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish, xalqaro hamkorlik degan maqsad bo'lmagan, davom qilmagan deb o'ylayman. O'shancha ya'ni tashabbus qilingan, boshlangan va ma'lum bir joyga kelganda energiya, faoliyat to'xtab qolgan. Chunki maqsad boshqa bo'lgan. Keyin ammo bu yerda ham o'sha tashkilot tashkil qilingan, potensial nomzod sifatida ham memorandumlar imzolanib qilingan, lekin davom qilmagan. Endi bu 2000-yillardagi rejimlarni yana qat'iylashishi bilan, keskinlashishi bilan bog'liq holatda nafaqat JCI tashkiloti, bu yerda ko'pchilik xalqaro tashkilotlarning faoliyati to'xtalib yopilishini ham muammolari bor deb o'ylayman. Ya'ni ikki taraflama deb o'ylayman. Bu tashkilotni nodavlat tashkiloti deb aytib o'tdingiz. Lekin tashkilotni tamoyillarga yoki olib boradigan faoliyatiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda direktor emas, ya'niki prezident, kotib yoki oddiy lavozimlardan tashqari olib qaraydigan bo'lsak, faoliyatida madhiyalariga, o'zining madhiyasiga ega yoki protokollari, alohida qonunlarga egadir. Bu bo'yicha nima degan bo'lardingiz? Albatta, ya'ni har bitta tashkilot o'sha birinchi lavozimlari jihatidan qilganda ham bu yoshlarga qaysidir imkoniyat sifatida, ya'ni bir harakat qilish uchun mana shu degan narsani, liderlik qobiliyatlarini sinab ko'rishni o'rganish uchun degan narsa bilan, ya'ni o'sha chempion deb aytamiz, boshqa deb har sohada o'zini demak motivatsiyasi bo'lganda yoki aytadi-ku, general bo'lishni istamagan askar emas degan narsa deydi. Ya'ni agar lider bo'lish, liderlik qobiliyatlari degan sohada yuradigan bo'lsa, eng katta cho'qqiga harakat qilish kerak bu jihatdan. Ya'ni o'rgatish ham, protokolni o'rgatish, ya'ni rasmiy protokolni davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda yoki xalqaro tashkilotlardagi bo'lgan o'sha protokolni o'rgatish jihatdan ham misol uchun men ham davlat xizmatchisi bo'lmaganman, byurokrat emasman yoki tashqi ishlar vazirligida ishlamaganman. Jamoa to'liq biz bilmaymizda. Lekin mana shu tashkilot orqali xuddi bir xalqaro tashkilotlarda tajriba, praktika deb aytamiz, o'sha amaliyot o'taganday bo'ldik. Ya'ni demak o'sha lavozimlar bo'yicha qanaqa protokol qilinishi kerak yoki hujjatlar rasmiylashtirish jihatdan bu siz ya'ni tajriba usulida malaka oshirish deb aytadigan bo'lsak, bu o'sha real holatga o'tirish kerak. Ya'ni misol uchun aytamiz, biz men huquqshunosman, yuristman. Biz o'sha amaliyot o'rganishda nafaqat o'sha prokurorning vakolatlari, qanaqa vakolatlari bor, qanaqa texnika qilish kerak, sudyada degan narsa bilan birgalikda biz o'sha mock sudlar tashkil qilardik. Ya'ni to'liq bitta case yozib chiqamiz-da va u yerda demak sudyani o'zini vazifasi deb uni sudya deb nomlaymiz. Lekin bu amaliy nima, amaliyotda bitta praktikada bu. Uni yozib chiqamiz. Men Yaponiyada o'qiganimda
o'sha bitta huquq falsafasi degan dars bor edi. Bizga o'sha davlat nazariyasini, huquq nazariyasini o'rgatish uchun parlament tuzganmiz, o'zimiz tashkillashtirganmiz, fraksiyalar tashkil qilganmiz, qonun loyihasi tayyorlaganmiz. Hattoki O'zbekistonda qonuniy tartibga solinmagan lobbizm faoliyati bor. Bizga lobbistlar olib kelingan, teatrdan olib kelingan, haqiqiy o'sha aktyorlar kelib qilgan. Man o'shanda haqiqiy ma'noda o'sha nazariy o'rgangan narsalarimni his qilganman. Ya'ni siyosiy partiya nima, lobbist kimda, siz o'sha ularni holatiga tushgan payti qaror berishdagi narsani yoki korrupsiya bo'yicha biz amaliyot o'taganmiz. Bizda o'sha haqiqiy ma'noda korrupsiya keltirib pul taklif qilib ko'rgan aktyorlarda va bizga bu yerda ssenariy shunaqa yozilganki, erkin rollar o'ynashdida va qaror berayotgan paytda sizga boyagi vision, missionlaringiz, vazifalaringiz qo'yilgan. Misol uchun bir ota vazifasi bo'ladigan bo'lsa, farzandingiz kasal, pul olmasangiz farzandingiz o'ladida, yoki olsangiz bunday bo'ladi degan narsa. Va bu yerda sizni o'sha hissiyotlaringizni qaror berishdagi ertaga korrupsiyaga qarshi kurashda demak immunitet shakllantirish masalasini biz amaliyot o'taganmiz. Ya'ni ta'lim, o'rganish bu haqiqiy nomlarda, rollarda qilish nimani beradi, ya'ni natija, samara beradi. Aytib o'tyapsizki, siz ya'ni yuridik sohada ham yoki huquqshunosman deyapsiz. Aynan bu tashkilotni ochishingizda o'zi asl sabab o'sha yuridik sohaga qiziqqanligingiz bo'lganmi yokida bilamiz bu tashkilot o'zi liderlar jamoasi hisoblanadi. Aynan liderlarga ko'proq qiziqqaningizmi? Qaysi biri ko'proq potensial ko'proq bo'lgan sizda? Endi birinchisi, men ham tashkilotni O'zbekistonga olib kelishdan to'liq tushunmaganman. Ya'ni ko'proq O'zbekiston bilan Yaponiya hamkorligini o'rnatish maqsadida bo'lgan. Sababi birinchi, ya'ni boshlanish nima deydi sababi? Tashkilot tanigungacha bo'lgan narsada. Ya'ni O'zbekistonda bugungi kunda o'sha Yaponiyadan keladigan tadbirkorlar juda kam, yo'q. Va bu yerda ko'prik bo'ladigan tashkilotlar bilan aloqalar o'rnatsangiz, bu o'sha xizmat qiladigan va Yaponiyada bugungi kunda 30 mingdan ortiq a'zosi bo'lgan JCI Japan tashkilotini O'zbekistonga bilan yanada o'sha yaxshi munosabatlarni qilish uchun O'zbekistonda ham tashkil qilaylik degan narsa bilan g'oya o'shandan boshlangan. Tashkilot undan keyin taniganmiz va bu tashkilotni o'sha kirib faoliyatini boshqa ko'rgan paytda aynan xalqaro hamkorlik jihati menga ma'qul kelgan tarafi, ya'ni biz boshqa davlatlar bilan O'zbekistonning hamkorligini o'sha xalqaro munosabatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan tashkilot degan narsa. Lekin albatta bu tashkilotning o'zini kelishi bilan bu o'ylagan maqsadlarimizga erisha olmaymiz. Ya'ni tashkilot bor mana bugunda. Yo'q, aynan biz mana shu tashkilot bo'lishi, shu platformani bo'lishi kerakki, o'sha protokollarni bilganda, o'sha xalqaro tashkilotlar bilan, tadbirkorlar bilan, kompaniyalar bilan, xorijiy kompaniyalar bilan munosabatlarni o'rnata oladigan faol yoshlar bo'lishi muhim ekanda. Shuning uchun buni, ya'ni boshdagi maqsad bizga sabab bo'lgan narsa bilan biz tashkilot o'rgangandan keyin xo'p tashkil qildik. Ertaga keldi, tadbirkorlarni yig'dik. O'shani natija ola olamizmi? Yo'q degan narsada. Demak, bu mana shu tashkilot degan jihatdan, ya'ni bu o'sha liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish degan narsa bo'lgan. Huquqshunosligim nima uchun ta'sir qilgan desa, aynan tashkilotni bizning oldin ham tadbirkorlarga tashkil qilish degan narsa bo'lsa, qiyinchiligi bu tashkilotni haqiqat rasmiylashtirishga qiyin. Buni konstitutsiyalarini tayyorlanadi. Nafaqat boya prezident lavozimi yoki o'sha kotib degan narsasi. Siz konstitutsiyani tayyorlashingiz kerakda. Huquqshunosligimiz bizga bitta yengillik bergan, yana qiziqishga orttirganda, biz haqiqiy ma'noda bitta tashkilotni o'sha ichidagi lokal hujjatlar deb aytamiz, ya'ni ijodkorlik bilan shug'ullanganmiz, jamoa bilan, nafaqat men. Ya'ni meni o'zim yonimdagi o'sha huquqshunos jamoani bo'lishi ishni osonlashtirgan va muvaffaqiyatli bo'lishiga olib kelgan deb o'ylayman. Tushunarli. Aynan bu tashkilotni ochishingiz uchun sizdan qancha vaqt oldi va registratsiya borasiga aytadigan bo'lsak, O'zbekiston davlatidan baribir registratsiya qilish kerak bo'ladi buni. Bunda qanaqangi challengelar bo'ldi sizda? Avvalo, o'zi umumiy JCI tashkilot, milliy tashkilotini protseduralarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchisi, demak, o'sha tashabbuskor guruhni murojaat qilishi, keyin lokal hujjatlarini tayyorlashi va u yerga o'sha Asia Pacific Development Council bor, ulardan ya'ni rasmiy tashriflar bo'lishi degan shartlari bor. Mana shuni o'ziga demak bizda 1 yildan ko'proq vaqt ketdi biz. Ya'ni biz hali registratsiyaga davlat organiga murojaat qilishdan oldin biz mana bu faoliyatdagi o'sha konstitutsiyalarni ishlab chiqarish, tashabbuskor guruhlarni hujjatlarini qilib, u rasmiy vizitlarni qilib va o'sha aytgan davlatga mana bu tashkilotni tushuntirish, tushunishimizda.
Ikkinchisi bular tayyor bo'lgandan keyin endi biz registration qilish sharti bor edi. Bizni rasmiy ular demak o'sha tan olishi uchun. Shunga bu tashkilotni murojaat qilish uchun biz rasmiy murojaat qilganimizda rad javoblarini ham olganmiz. O'rganish uchun muddat, ya'ni 1 oycha javob berish kerak, javob berish imkonsiz degan narsada va o'sha challenge'lar bo'lgan. Endi ruxsat olib turib qilingandan keyin boshqa bir muammo bo'lgan. Oxirgi tadbirkorlar kunida o'sha hurmatli prezidentimiz bilan uchrashuvda ham bu narsani ta'kidladim. O'zbekiston so'zini ishlatish. Buni ham ruxsat juda boyagi nima deydi? To'g'ri, ya'ni har qanaqa tashkilot O'zbekiston so'zini ishlatish ham noto'g'ri bo'ladi degan narsa bor. Bu bo'yicha ham rasmiy hujjatlarni qilganmiz, lekin bizda deadline bo'lganda, ya'ni xalqaro tashkilotni ham topshirishimiz kerak bo'lgan. Shanba kuni oxirgi deadline 12 gacha bo'lsa, biz menimcha 11 larda oldikmi buni. O'sha 11 larda guvohnoma olib o'tib bo'lgan va Shvetsariyaga Syurixga borib turib biz o'sha kongressda, xalqaro kongressda ishtirok etib o'sha birinchi bosqich qilganmiz. Biz hali to'liq bo'ldi deb aytmaymiz buni. Bundan keyin yana ikkita bosqichimiz bor. Bu hozir biz nomzod tashkilot sifatida turibmiz. Undan keyin shartli a'zolik degan bosqichi bor. Bunda biz keyingi yil buni erishsak kerak deb o'ylaymiz. Undan keyin full affiliate to'liq tan olinishi bo'ladi. Undan keyin O'zbekiston boshqa joylarda JSA ochishga homiylik qilishi mumkin bo'ladi. Shunga yana 2-3 yil xalqaro tashkilot tomonidan biz to'liq o'sha a'zo sifatida tan olishiga vaqt kerak bo'ladi. Tushunarli. Bola boshidan deydi-da. Shunda sizning fikringiz qanaqa? Boshdan deganda bu tarbiyadanmi yoki-da haqiqatda qobiliyat bo'ladimi? Avvalo endi qobiliyat degan narsa ham rol o'ynashi mumkin, lekin qobiliyat rivojlantirilmasa rivojlanmaydi. Shunga to'xtaladigan bo'lsak, demak o'sha ya'ni qobiliyatmi yoki o'sha ilmmi, ta'limmi degan narsada qobiliyat rivojlantirilmasa, shug'ullanmasa qolib ketadi. Birinchisi men o'ylayman, nima deydi? Rahmatli Hojiboy Tojiboyev bor edi zo'r gaplarida. Bola aylayotganda, boshqa aytganda bolalarga futbolist bo'linglar, chempion bo'linglar degan narsada albatta ota-onaning muhim roli bor bu yerda. Ya'ni o'sha lider bo'lishga bolaga motivatsiya berish, oldiga g'oya qo'yish degan narsada birinchidan o'sha oiladan mana shu narsani ga yo'naltirish bo'lgan, ya'ni liderlik masalasida. Va ikkinchisi imkoniyat. Bu faollikdan kelib chiqqan holatda birinchi o'sha maktabda demak o'sha faoliyat o'tganimizda qanaqadir mas'uliyatlarni olish kerak bo'lgan. Bunga qaror berib nimadir mas'uliyatni olish, qilish degan narsada shu bu o'zingizga ishonish masalasi bilan bo'lsa, ikkinchisi boshqalarning sizga ishonishi muhim rol o'ynaydi. Shunga birinchisi o'sha motivatsiya bo'lgan, xohish paydo bo'lishi uchun harakat qilingan va atrofdan ham qo'llab-quvvatlangandan keyin bu imkoniyatlarga demak o'sha nima bo'lgan, ya'ni qiziqarchanlikmi, challengingga degan narsada ham mana shu narsa va asosiy lekin bab imkoniyat. Shu tarafdan men JCI tashkilotini boyagi aytganda O'zbekistonga kelishni aytganman. Ya'ni imkoniyat. Yilda bir marta biz boyagi rahbar tashkilotlarni hammasi almashtirib, tashattirib, shaffol qilib turib, hammaga imkoniyat berish. Siz imkoniyat berib qilinadi. Men Yaponiyada maktabida zo'r bitta tajriba bordi. Ko'p ta'kidlayman bu narsani. Bizda shu misol uchun o'zimiz ham bo'lgan payt maktabda sinfkom bo'lganmiz yoki Starsa deymiz universitetda. Bu o'sha yoshlarga bitta rahbarlik qilishga, liderlikka imkoniyatda hammaga berilmaydi. Bitta odam bo'lsa, tam 3 yil bo'ladi, 4 yil bo'ladi, balki 11 yil o'sha bo'lishi mumkin. Kimlardir 4 yil bo'ladi degan narsa. Yaponiyada bitta narsa bor. Yaqinda ochiq darsi bo'ldi, keyin o'sha yerdan ma'lumot eshitdim. Yaponiyada farzandim ham Yaponiyada o'qiydi, o'sha degan narsada, ya'ni har kimga 15 kun, 20 kundan liderlik imkoniyati beriladi. U liderlik nima qiladi? Salom ber deydi, tur. Hammaga boyagi o'tir deydi, tur deydi, navbatchilarni belgilaydi, boshqa qiladi. Ya'ni biz nafaqat bir guruh shaxslarning liderlik qobiliyati bo'lishi kerak. Liderlik qobiliyati hammada bo'lishi kerak. U boyagi qobiliyati bor ekan lider bo'lmaydi degan narsa emas. Biz buni o'sha qobiliyatlarni rivojlantirishimiz kerak. Imkoniyatlar berishimiz kerak-da. Chunki JCI tashkiloti liderlikda yana bitta zo'r prinsipi bor. Zo'r lider emas, zo'r follower bo'la olish kerak-da.
agar hattoki siz liderlik qobiliyatingiz bo'lmasa-yu, sizga liderlik imkoniyati bersa borku, undan keyin buni og'ir ekanini bilsangiz zo'r follower bo'lasiz. Ya'ni liderlarni qo'llab-quvvatlashda bo'ladi. Yoki Yaponiyada misol uchun bitta ishda fail bo'ladigan bo'lsa, lider yaxshi emas degan narsa bo'lmaydi. Jamoa yaxshi emas degan narsa bo'ladi. Ya'ni jamoaviy holatda ishni qilingan payt zo'r qilinsa, lider unchalik ahamiyatsiz ham bo'lib qoladi. Ya'ni jamoaviy liderlik degan. Shuning uchun bu liderlik imkoniyati faqat liderlarga emas, hamma buni his qilib ko'rish kerak, rivojlantirish kerak. Demak, liderlikning ko'rinishi sizningcha jamoaning rezultatiga bog'liq. Ya'ni samara faqat liderlikka bo'linmaydi. Balki, ya'ni misol uchun biz hozir bitta uchimizda saylasak, kimnidir lideri va u aytgan unga to'g'ri ma'lumotlar berib, to'g'ri maslahatlar berib, to'g'ri ishlarimizni bajarsak, o'sha zo'r lider bo'lmasa ham natija olish mumkin bo'ladi. Tushunarli. Bizga kelgan bir ma'lumot bor ekan. Aksariyat odamda biznesmenlik, ya'niki biznesga kirishi 20-25 yoshdan boshlangan ekan. Lekin bu narsa Bunyodbek Ibragimovda 6 yoshdan boshlangan ekan. Rosti buni o'qib hayron qoldik. Chunki 6 yoshda biznes qilish har kimga emas. Menimcha bu biznes qanaqa biznes ekanligini siz ham yaxshi bildingiz. O'sha biznes haqida gapirib bersangiz. Birinchisi endi nima deydi? Ma'lum bir endi molingiz mulkingiz deb aytadigan bo'lsangiz, birinchi yosh bolada o'yinchoqi bo'ladi-da. Buni hech kimga bermaydi-da. Qachon undan o'sha qadrliroq valyusi bor bo'lgan narsani bilmaguncha-da. Maktabga borganda tushungan narsam, ya'ni o'yinchoqqa ovqat bermas ekanda. Yoki uni ertaga nima deydi, qadri qoshishi bor ekanda. Keyin rahmatli onam aytgandi, bolam endi maktabga bording, o'yinchoq o'ynama desam, uj men uchun ularni valyusi deydimi, qiymati qolmaganda. Keyin tashlash kerak musirga, kimgadir berish kerak. Buni keyin sinfdoshlarimga sotganman-da yoki boshqalarga ham degan narsada. Undan keyin ham doimiy bu o'sha otam aynan mana shu narsalarga ko'p imkon bergan. Biznes ochib berib turib, boshqarishimizga berib qo'ygan. Ya'ni soliq to'laganday to'lardik, ijara demak, o'sha do'la deydimi-da. Lekin umumiy boshqaruv o'zimizda edi. Yani undan tashqari ham keyin o'sha borib bozordan optimdan olib retailda sotish degan narsani va joyini, vaqtini, ya'ni savdoda muhim ekanligini, servisni degan narsa men to'liq o'sha 4-sinf, 6-sinfgacha savdoda bo'lganman yani. Va bu faqat bajaruvchi sifatida emas, aynan o'shani o'zim akam bilan birgalikda qilganmiz, sherikchilik degan narsada ham bo'ladi, birgalikdagi narsani. Shunga zo'r imkoniyat bo'lgan deb o'ylayman. Faqat ma'lum bir paytda o'sha savdodan hozir ilm olish muhim ekanligini, ta'lim olish muhim ekanligi jihatdan o'sha ilmga, litseyga imtihonlardan o'tib, chet tillar o'rganish, bir necha o'sha chet tillarni o'rganish, ilm olish, xorijga borish, yangiliklarni ko'rish degan narsa muhim bo'lganligi uchun haqiqiy ma'noda to'xtatganman-da. Ya'ni tadbirkorlikni to'xtatib, o'sha ilm olish prosesida buni to'xtatib turganman. Tushunarli. Ya'ni bu narsa har qanday bolaning ham qo'lidan kelmaydi-da. Chunki 6 yoshli hali maktabga chiqmagan bola o'zini o'yinchog'ini kimgadir berib yuborsangiz bo'lardi yoki sovg'a qilish yoki tashlab yuborish, balkim sindirish. Lekin uni o'rniga siz o'sha narsani olib sotish, ya'ni biznesni bir boshlanishi desak bo'ladi bu. Hozirgi kunda bu narsani qilish hattoki kattalarning ham qo'lidan yoki aqliga kelmaydigan fikrlardan biri bo'lganda, aynan bu fikrga kelishiga qanday sabab bo'lgan? Ya'ni bu sizda shakllanishi qanday paydo bo'lib qo'ygan? Endi nima deydi, boyagi men yani biznes qilishda dard bo'lish kerak deyman-da. Faqat boy pul orttirish degan narsadan bo'lmaydi. Ya'ni boy bo'lish yoki boshqa degan narsa bu turli xil bo'ladi har kimda. O'shanga shu yerda demak boshqa bir narsaga ehtiyoj bo'lishi, uni o'sha almashtirish degan narsada o'rniga o'sha erkinlikka xohish deydimi? Ya'ni misol bir narsa olmoqchimanmi, ya'ni puling bo'lib turib olish degan narsada. Chunki biznes qaysidir ma'noda erkinlik imkoniyatida. Xohlaganday qila olasan. Xohlasang o'yinchoqqa xohlagan narsaga almashtirib bo'lmas ekanda, pulga lekin xohlagan o'sha o'yinchoq ham olishing mumkin, yana ovqatlanadigan narsa olishing mumkin va o'zing nima qilishing mumkin. Bundan tashqari adashmasam 7-8-sinf vaqtingizda ingliz tilini mukammal bilish bilan bir qatorda hatto o'qituvchilik qilgan ekansiz.
Shu birinchi endi nima deydi, o'sha paytlarda to'g'risi boya chet tili, ko'pchilik nemis tili degan narsa bo'lardi maktablarda. Biz birinchilardan bo'lib, ya'ni mustaqillik bo'lgan, esir parchalanganni birinchi sinflarga borgani biz bo'ladigan bo'lsak, o'shani ilk boyagi 5-sinfga o'tganlar bo'lsa, o'sha paytdan ingliz tili o'rganish boshlangan. Keyin shu maxsus litseyga borgandan keyin buni o'rganib, ya'ni nima deydi, o'zimda bitta narsa sezaman, biznesda muhim deb o'ylayman. Bitta yangilik eshitsangiz, yaxshi narsa eshitsangiz baham ko'ra olishda, saqlab o'zingizda boshqa degan narsa. Chunki bu muhim narsa, ya'ni biznesda o'zingiz engdagi yaxshi ko'rgan yoki boshqa narsani boshqalarga baham ko'ra olish, lekin boyagi shartlari bor shu narsadan. Shunga til o'rgangandan keyin to'g'risi boshqalarga ham berish istagi bo'lgan. Ya'ni bu faqat pul olish degan narsada emas. Mana shu ham muhim, yoki o'zingiz yegan narsani, shirin narsani boshqalarga ham ilinish deydimi? Ya'ni o'sha bular ham o'sha narsa yaxshi narsadan olsin degan narsa. Shunga doim mana shu ilm olish, undan keyin yetkazilish degan narsada ham harakat bo'lgan. Demak, siz nafaqat ingliz tili, undan keyin hattoki huquqshunoslikda o'qituvchilik qilgan ekansiz va yuridik universitetda ham dars berish va o'qituvchilikda tajribangiz anchagina ko'p ekan. Bu o'qituvchilik sizga nima bergan? To'g'risi birinchi o'sha nima deydi, pedagoglik talaba paytimizda ham davom qildirganmiz. O'sha pedagoglikni talaba paytimda ham misol davom qildirganman yoki hattoki to'g'risi bitta litseyimiz shunaqa narsa bo'lgan, raqobat juda kuchli bo'lgan, ya'ni biz institutga kirayotgan payt asosiy raqobatchilarimiz sinfdoshlarimiz deb o'ylaganmiz, to'g'risida. O'sha kim necha soat uxlasa undan kam o'sha nima deydi, kamroq uxlab o'qish degan narsa bo'lgan. Lekin u sinfdoshlarim hammasi qadrli bo'lgan men uchun hozir ham. Men boshqa o'qituvchiga borib yangi narsa o'rganib kelgan paytimda vijdonim qiynalgan, to'g'risi. Men bilyapman, ular bilmas, imtihonga ertaga ularga o'sha savol tushsa-yu, yiqilsalar, men sinfdosh sifatidagi vijdonim nima qilmagan. Keyin bolalarni yiqganman, sinfdagilarni. Men shu fanga bordim, o'sha o'qituvchiga bordim. Bizda o'tmagan mana shu 2-3 ta masalalarni degan narsada, ya'ni raqobatchim deb ko'rib turgan bo'lsam ham, yo'q, biz teng shartlarda raqobat qilishimiz kerak degan narsani o'ylaganman va sinfdosh sifatidagi, do'st sifatidagi o'sha bitta jamiyatda turgan javobgarligim sifatida bilgan narsalarni o'rgatganman vijdonim oldida, o'sha nima bo'lishi uchun, to'g'ri bo'lishi uchun. Endi pedagoglik nima bergan? Mavolo o'sha dars berish degan narsa shu daraja ilmni olishni bitta emaski, Forobiy zo'r tushuntiradi bu narsani. Bir narsani bilish, ya'ni bu olim deb ayta olamiz. Ya'ni ilmga ega inson sifatida. Unga amal qilish bu ikkinchi daraja hisoblanadi-da. Ya'ni bilgan narsangiz va boshqalarga o'rgata olish bu uchinchi daraja hisoblanadi. O'rgatgan odamlarga siz bergan ilm bo'yicha amal qilish bu boshqa daraja hisoblanadi. Ya'ni kimlardir dars beradi, odobnoma bo'yicha, boshqa bo'yicha eshitadi odam, yana bilganini qilaveradi. Kimdir boradi, misol uchun aytadi, mana shu narsa shunaqa qilmayki qil desa, olgan odam, talabami, tolibi o'sha tinglovchi eshitib bu narsaga amal qiladi. Shunga bu rostdan o'sha men nimadan dars berayotgan bo'lsam, shuni o'rganishga imkoni bo'lgan. Misol Yaponiyaga borganman, 2 yil magistraturada olgan bo'lsam ham, u yerda o'sha yerdagi talabalar yapon tili bizga nisbatan o'qimagan, ingliz tilida kelganlarga yapon tilidan dars berganman. Men haq olmaganman. Yoki o'sha bizda zo'r nima bor edi, fan bor edi, Civil Law Tradition degan bitta kitob o'qilgan. Biz juda yaxshi ko'rardik bu kitobni. Men undan bo'yicha ham dars berganman. Ya'ni bir-birimizga share qilib fikrlarimizni. Kitob tarjima qilindi. Biz o'sha paytda student payti boshlagandik. Do'stimiz Alisher Umurdinov buni loyihani tugatib, chop qilib qildi. O'shanga bu narsada ham nima bo'lgan? Endi pedagoglik nima berdi desa, fidoyilik degan narsa bo'ladi. To'g'risi bizda o'qituvchilik o'sha paytda ham eng kam oylik to'lanadigan sohalardan bittasi edi. Olayotgan oyligim yo'l pulimga yetmasdi. Ya'ni lekin O'zbekistonda mana shu yaxshi huquqshunoslar yetishib chiqishi, ularning yaxshi bilimga ega bo'lishi uchun kimdir fidoyilik qilish kerak degan narsada. Ya'ni birinchisi bu. Siz o'sha fidoyilikni qila olasiz O'zbekiston. Boshqa joylarda unaqa emas, O'zbekistonda bu imkoniyat bor. Ikkinchisi, berayotgan ta'limingizga olyaptilarmi yo'qmi degan narsa borda. To'liq sinf eshitmasligi mumkin, ularga qiziqsam bo'lishi mumkin, ularga faqat diplom kerak bo'lishi mumkin-da.
siz u yerdagi bitta odam uchun ham dars bera olishingiz mumkin. Bitta odam uchun. Mana shu narsa va nima sizda hech qanaqa richaklar bo'lmagan holatda, ya'ni boshqaruvdagi narsalardagi siz diktatura richaklari bo'lmagan holatda, demak bu yerda siz darsingizga ko'proq e'tibor berishingiz kerak. Bizni huquq falsafasi degan domlamiz Takeshi Oya bor edi. O'sha nima qilardi? Men u bilan suhbat qilib boshqa qilganman-da. Yani, bolalar darsingizni uxlab o'tiradi, muammo bormi desa, bu mening muammomdir dedi. Demak, dars yaxshi o'tmayapman dedi. O'sha jihatdan ham o'qituvchi sifatida bu nimada shaxs sifatida rivojlanishingizda rol o'ynaydi. Ya'ni nima samara natija kutmasdan bir ish qila olishda va o'zingiz g'oyangiz uchun fidoyilik qila olish degan narsada va yaxshi network bo'lgan men uchun. Hozir ham u jamoa bilan o'sha talabalarimni muvaffaqiyatlarini ko'rsa, bu uzoq muddatli strategik planlashtirish, rejalashtirishda pedagog uchun muhim hisoblanadi. Ya'ni siz bugun ko'rmaysiz samarangizni. Dars berganlaringiz balkim 10 yil, 20 yildan keyin hozir misol uchun o'zim shogirdlarimdan o'sha paytda nima edi, yaxshi zo'r o'sha iqtidorli talaba edi. Bugun muhim vazifalarda ishlaydi, ko'rib yaqinda ham xursand bo'ldim. Ya'ni O'zbekistondagi o'sha iqtisodiy qonunchiliklarda o'zlarini o'sha paytda olgan ilmlarini shu sohaga yo'nalishida bir sababchi boshqa bo'lganmiz, kelib minnatdorchilik bildirib ketdi. To'g'risi xursand bo'ldim. Ya'ni chin dildan nima bo'ldi. Bu bir mablag' bilan bog'liq bo'lgan narsa emas, ya'ni moddiyat narsasi emas. Va shu bilan birga tadqiqotchilik bilan birga qilinadi. Tadqiqotchi bunyod qanday inson edi desa, idealist, perfektist degan narsa bo'ladi. Pragmatist bo'lmaysiz. Ya'ni natija kutmaysiz. Ideal ilmiy ish qilishga, ideal dars berishga qilasiz va bo'layotgan natija kutmaydi. Shuning uchun bu hislar rivojlanishida aynan o'sha tadqiqotchi va bugungi kunda ham tadbirkor bo'layotganda ham muhim o'ynaydi. O'sha biznes qilayotgan paytda ham aynan o'sha tadqiqotchilik, analitik bo'lgan o'sha nimani shakllantirgan hislatni, hujjatlarni ko'ra olaman, analiz qila olaman, tadqiq qila olaman, bizneslarni ko'ra olaman. Pedagoglik to'g'risi ya'ni bu ham muhim narsa edi biznesda. Men noldan jamoa bilan boshlaganman. Bitiruvchilar bilan boshlaganman. Birgalikda o'rgatib, bunda ham yaxshi pedagog bo'lishga harakat qilganman. Bunyodbek Ibragimovni ilm fan insonidan ko'ra ko'proq tadbirkor sifatida tanishadi hozir. Lekin sizda shunaqangi imkoniyatlar bo'lgan, ya'ni ilm fanni tanlash ham, hattoki prokuraturadan yaxshi ishlar taklif qilgan holatda ham siz Yaponiyani tanlagan ekansiz. Aynan tadbirkorlikni, ilmni emas, tadbirkorlikni tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Yaponiyaga ketayotgan payt tadbirkorlik uchun ketmaganman. Aynan ilk magistratura bosqichiga ketgan bo'lsam, ilm olish, ya'ni Yaponiyadan degan narsada va kelib yana tahsil olib, doktoranturada yana 3 yil demak faoliyat davom qildirganmiz. Bu yerda ham ilm olish degan narsada davom qildirish niyat bor edi. Ya'ni o'sha sohada, akademik degan sohada ham tadbirkorlik vaqtincha degan narsada boshlagan narsada, qisqa muddat tadbirkorlik qilaman degan narsada. Lekin u yerda o'zimni yanada kashf qildim deb o'ylayman. Tadbirkor, o'sha tadqiqotchi holatimdagi jihatlarimdan o'zimda mana shu narsaga nisbatan mavjud qobiliyatlar borligini, misol qalam yozishdan ko'ra nutqdagi ustunlik deydimi? Shunday ustunlik degan narsada pedagog sifatidagi narsa tadqiqotchi degan narsaga nisbatan, lekin tadqiqotchi sifatida ham juda o'sha o'zim tanlayotgan paytda ham hozirgi bilan bir o'xshashlik degan narsa bo'lgan. Aynan jamiyatdagi bugungi kundagi dolzarb muammo degan narsa yoki o'sha mavzu tanlayotgan paytda ham O'zbekistonga qanaqa nafim tegadi degan jihat bilan tanlaganman. Ya'ni sudyalar mustaqilligi degan narsani. Nimaga bu mavzuni tanlaganman desa, o'sha Yaponiyani o'rgangan paytim bugungi kunda bizda ham bor. Biz tom ma'noda mustaqil emasmiz hali to'liqda. Buni yaponlar qanaqa ko'radi desa, kelayotgan har bitta tadbirkor katta bizneslarda qaraydigan bo'lsangiz, dispute resolution, nizolarni hal qilish masalasini xalqaro arbitrajlarda ko'radi. Degani, mana bitta biznes qiladi, bu yerda foyda qiladi, bu yerda odamni ishlatadi. Lekin nizo bo'lsa tashqarida qiladi. Davlat suvereniteti nima? Davlat suvereniteti o'sha yerda qonun qabul qila olish, norma ijodkorlik masalasi va o'sha yerda sud qila olishda. Bugungi kunda cheklangan faqat jinoyat masalasida qo'yilgan.
Yaponiya o'sha paytda mana shu modern jamiyat bo'lmaganligi uchun Meiji davrida ularga aytilgan sizlarki qonunlaringiz modern emas, sudyalaringiz zamonaviy talablarga javob bermaydi, shuning uchun sizlarda jinoyat qilgan odamlar ham sizlarda javob bermaydi desa, yapon xalqi davlat o'sha payt haqoratda hisoblanganda mustaqilligimiz olindi bir parchasi degan narsada mana shu mustaqil va modern sud tizimini yaratish, qonunlarni qilish degan islohotlar qilgan Meiji islohoti. Chunki O'zbekistonda ham mana shu jihatni ko'rganligim uchun mustaqil sud hokimiyati bu muhim jihat degan narsa o'sha mavzusida qilishga mavzu tanlab turib shu dard bilan o'sha ilmiy ishlarni qildirganman va albatta buni davom qildirib tugatish degan nimam bor. O'zim oldida vazifaman, niyatim ham maqsadim ham bor. Bu tadbirkorlikda yanada o'sha hozirgi kundagi o'zim hissa qo'shishim mumkin bo'lgan jihatlar bo'lganligi uchun kirganman aynan bu sohaga. Sizni demak bizneslaringizni, biznes faoliyatingizni yana bir qismi bu asosan investitsiyalar jalb qilish. Ya'ni O'zbekistonga ko'plab investitsiyalarni jalb qilgan ekansiz va bularning qatorida Japan Plaza va Shogun Plazalarni ham aytish mumkin ekan va aksariyatini Yaponiyadan olib kelgan ekansiz. Nima uchun aynan yaponlar bilan biznes qilasiz? Yoki qanaqadir potensiali ko'proqmi ularning? Avvalo o'sha Yaponiyada o'qishga ketib, qolishga, ilmiy tadqiqot qilishga, biznes qilishga qaror qilganman. To'g'risi boshqacha jamiyat. Ya'ni men o'sha demak 15 yilga yaqin u yerda bugungi kunda yashayotgan bo'lsam, tadqiqot sifatida ham yoki o'sha tadbirkorlik, investitsiya sohasida ham avvalo kelib o'sha tadbirkorlikda birinchi ish qilayotgan paytda ham mukammal ishlashga harakat qiladilar. Ya'ni va kelgan joyiga ham misol uchun bu yerdan olib soqqan qilib pulni olib ketish degan narsada emas. Har bitta o'sha investor bilan ishlasam, nima qila olaman bu yerga degan narsada. Ya'ni O'zbekiston uchun ijobiy narsa nima qilaman? To'g'ri, men bu yerdan mana shu yerdan foyda qilyapman. To'g'risi, o'zimiz ham hali tadbirkorlik qilayotgan paytda bitta tushunchamiz yo'qda. Biz olib qanaqa boy bo'lamiz, qanaqa biznesimiz yuradi degan narsa asosiy turadi. Lekin asosiy tadbirkorlik bu shu jamiyatni qanday rivojlantiraman, shu davlatni qanaqa bir rivojlanishiga hissa qilaman degan narsada. Chunki misol Yaponiyada ayrim kompaniyalar bor, yillik revenuesi savdosi 22 milliard dollarda. Bizniki 80 milliard dollarda. Ya'ni bitta O'zbekistonni 25% bitta kompaniya budjet nimasini, GDP'sini tashkil qilib qo'yadi deb Yaponiyada. Lekin kichkina biznesdan boshlagan. Ya'ni bugungi kunda davlat rivojlantiradi yoki kimdir tadqiqotchi boshqa deymiz, bitta tadbirkor mana. Yaponiyada mana shu narsani ko'rganman. Liboy bitta kichkina biznes boshlayaptimi, narsa qilyaptimi? Shu nima deydi? Birinchisi mukammal ish qilish, dunyoda nomer 1 bo'lish, degan narsada. Shuning uchun yaponlarda bu olib kelishi O'zbekistonga ijobiy degan narsada. Ikkinchisi misol uchun AC Japan degan bitta kompaniya bor. Yaponiyada Noritsusu mebel ishlab chiqarish, meynan ishlab chiqarish masalasini qilib turibman. Ishlab chiqarish masalasida ham yaponlarda, ya'ni o'sha Toyota'niki endi asosiy bo'lgan boshqalarni ham ishlab chiqarish protsessini boshqarish degan narsada zo'r tizim tashkil qilganlar. Dunyoda o'ziga yarasha bitta hattoki misol uchun Tesla ham bu tizimlardan foydalanib uni kaizen qilgan. Yanada o'sha Toyota Production System TPS ni kaizen qilib turib bugungi Tesla'ni qilish masalasida dunyoda demak model bo'la oladigan o'sha ishlab chiqarishni boshqarish, tashkil qilish tizimini yaratgan kompaniyalarda, ya'ni Yaponiya qilishda mana shu kompaniyalarning roli katta-da. Ya'ni siyosatchilar asosiy deb ayta olmaymiz Yaponiyada. Kompaniyalarni, tadbirkorlarni roli juda katta bo'lgan davlat. O'sha jihatdan ham men Yaponiya bilan ishlashga, O'zbekistonga qanaqadir value olib keladi degan narsada va boshqaruvda ham Yaponiyada korporativ boshqaruvda ham o'ziga xos ega. Biz misol aksionerlik jamiyatlari, korporativ o'sha huquq degan narsani ham ko'ramizki, o'sha Amerika modeli bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'sha korporativ boshqaruvda ham o'ziga xos bir xususiyatga ega narsada. Buni chunki ishlab chiqarishda qanaqa bu mukammal ishlangan bo'lsa, uni boshqarish ham shunaqa tashkil qilinishi kerak bo'lgan narsani. Chunki O'zbekistonga bular olib kelish O'zbekistonni nafaqat Yaponiya bilan barcha rivojlanishiga, agar biz Yaponiya bilan savdo qila olsak, Yaponiya kirib keladigan bo'lsa, o'sha standartlarga javob bersak, butun dunyo standartlariga javob beradigan holatga chiqadi O'zbekiston va ko'p narsa o'rganamiz deb o'ylayman. Va siyosiy holatdan bilamiz, ko'pincha investitsiyalar kelishi, ertaga siyosiy bosimlarning orttirilishi, siyosiy har xil demak o'sha pressure deymizmi, o'yinlar qilishiga olib kelishi mumkin. Yaponiya bu tarafdan
e, ya'ni biznes degan narsada qiladi. Ya'ni uni qanaqadir ningsa keltirib ertaga bizdan davay yer bering ber debda siyosatda qaysi partiyani kelishi boshqasiga ta'sir qiladigan darajadagi emas, haqiqiy biznesdagi o'sha aloqalarni qilishga qiladi. Va Yaponiyani yana bitta ustun jihati, Yaponiyadagi 99.7% kompaniyalar bu kichik va o'rta biznes tashkil qiladi. Yirik korporatsiyalar emas. Ular kam tashkil qiladi. To'g'ri, ular mana yerlik o'sha yalpi milliy mahsulotda katta rol o'ynaydi, lekin o'sha kichik kompaniyalar bilan degan narsada shunga buni nimaga desa, Yaponiyada o'rta sinf ko'p. O'rta sinf ko'p bo'lgandan keyin aynan mana shu o'rta sinflarning investitsiyalari boyaga aytganda siyosiy tusga ega bo'lmaydi. Misol uchun hozir Xitoydan qarz olish mumkin, to'g'rimi? Boshqa davlatlardan qarz olish mumkin, javob berishi borda ertaga. Biz mana shu bizga demak mana shu ertaga har xil siyosiy o'yinlar qilmaydigan yoki faqatgina bu yerda foyda olib turib bizni boyagi iqtisodiy krizisga olib keladigan holatda emas, bizni rivojlantirishga xizmat qiladigan, bizga qanaqadir valyular beradiganlarni tanlashimiz kerak. Tushunarli. Demak, yana bir ma'lumot bor ekan. Bunyodbek Ibragimov nafaqat biznesmen, tadbirkor sifatida, balki ilmiy shaxs sifatida, balki davlat unvonlarini ham olgan ekan. Ya'ni faol tadbirkor va bundan tashqari shuhrat medallari bilan. Aynan mana shu shuhrat medalini olishingiz qanaqa bo'lgan? Ya'ni qanday bu narsani qo'lga kiritgansiz? To'g'risi, ya'ni bu narsani chet elda bo'lgandan keyin umid ham qilish, kutish ham imkonsiz bo'lgan narsa. Ya'ni chet elda tahsil olib tadbirkorlik qilyapman degan narsada. Lekin o'sha yerda bir O'zbekiston vakili sifatida, O'zbekistonni doim o'sha narsa bo'lgan, ya'ni yuzi sifatida hamma sizga qaraydi degan narsa bilan-da. Shuning uchun u yerda tadbirkorlik boshlagan paytda zotan o'sha talabalikdan faollik bor edi, ijtimoiy loyihalarni qilish degan narsada. Shunga tadbirkorlik bilan birgalikda qilishda o'sha social contribution deb aytamizmi? O'zbekiston bilan Yaponiya o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish. Ikkalasi menga ta'sir qiladi biznesimga va Nagoya Toshkent o'rtasida o'sha hamkorlik yo'lga qo'yishda elchixonamiz o'sha taklif bilan chiqqan, do'stlik jamiyatini qurish, mana shu loyihada faol bo'lishni. Ya'ni aslida g'oya loyiha demak elchixonamizni tashabbusi bo'lgan. Mendan uni bitta o'sha O'zbekiston fuqarosi sifatida, tadbirkor sifatida, faol sifatida qo'llab-quvvatlash, hamkorlik qilish so'ralgan. Men imkoniyatim boricha harakat qilganman. Va natija kutmaganman u yerda. Men natijam u yerda do'stona munosabat rivojlansa bo'ldi degan narsa bilan harakat qilganman. To'g'risi nima deydi, o'sha tavsiya qilingan paytda ham elchixonamiz elchi tomonidan va davlatimiz rahbari tomonidan shunga loyiq ko'rilgan payti haqiqatda xursand bo'lganman, doim minnatdorman. Nima uchun desa, bugungi kunda har bitta ota-ona farzandini chet elga yuborayotgan payti har bitta ota-ona baribir bizga niyat qiladi. Bolasini mana shu jamiyatda nimadir rol statusga ega bo'lishi, nimadir rivojlanishga hissa qo'yib turib bir orzu umidlari bo'ladi. Mening albatta ota-onam mana shu orzu umidlarda bo'lgan. Onam rahmatli o'sha mana shu olganimdan keyin nima deydi, uzoq yashamaganlar, 1-2 haftada, lekin shuni bilib ko'rib ketganim uchun o'sha payt tavsiya qilgan yoki loyiq ko'rgan davlat rahbariga, o'sha tavsiya qilganlar doim minnatdorman. Chunki xursand bo'lib ketdi. Ya'ni farzandim chet elda nima qilib yuribdi ekan degan xavotir, O'zbekiston uchun bir xizmat qilyaptimi ekan degan xavotiri bor edi. Undan keyin xotirjam bo'lganlar, demak o'sha yurtimiz uchun, davlatimiz uchun yaxshi ishlar qilyapti ekan degan narsada. Shu, ya'ni birinchi o'sha aytdim-ku, tadqiqotchi bo'lganda ham biznes qilgan payti fidoyilik degan narsa muhim jihatlardan bittasi, xususiyatlardan bittasi. Buni qila olganmiz. Nafaqat bu bitta ma'lumot qilmaganman. O'sha Nagoyadagi butun vatandoshlar qo'llab-quvvatlagan, to'g'risi. Bularni vakili sifatida o'sha jamoaga e'tibor sifatida Nagoya O'zbekiston do'stlik jamiyatini, u yerda o'sha yaponlar ham bor, o'zbeklar bor, hammani misol uchun o'sha yerdagi bizdan yoshi katta Akbar aka, Umid opa, Alisher, Sherzod, Muhammad, yaponlar Shamotoda, Kamiyama, kim bo'lsa hamma o'sha mana shu loyihada faol bo'lgan va o'shalardan bitta vakil sifatida meni o'sha loyiq ko'rishgan va ayni paytda challenging ish qilayotganligim bo'lgan. O'zbekiston bilan Yaponiya o'rtasida iqtisodiy aloqani rivojlantirishga harakat qilyapman. To'g'risi aytaman, men quruq mevalar eksport qilamiz. Foydaliligi unchalik yuqori bo'lmagan. Bizni hozir biznesimizda
kichik ulush tashkil qiladigan narsa, lekin aynan O'zbekiston mahsulotini o'sha Yaponiya rastoranda ko'rish xohlaganmizda. Supermarketlarda, Amazon, Rakuten, onlayn shopping marketlarida turishini, brendlar buni ishlatishini istaganmiz va bunga erishganmiz. Mana shu challenging ishni qilib, hatto to'g'risi oilam ham unchalik ishonmagan. Qanaqa Yaponiyaga kirgizish oson emas, O'zbekiston talablari javob bermaydi degan narsada, lekin qilishga qat'iyat bilan qaror qilganmiz va bugungi kungacha davom qilyapti. Yapon hamkorlarimiz bilan ishlash. Mana shu challenging ishlarni fidoyilik bilan qilishga va hamkorlik qila olish doim o'sha elchixonamiz bilan, vatandoshlar bilan, hamma bilan. Ikkinchi to'g'risi faol tadbirkor masalasida umuman kutmagandim. Bizni universitetda yuridik universitetda tahsil olgan ustozimiz Zamira opa birinchi tabrikladi. Nimaga tabrik aytganini ham bilmadim. Tavsiya etilganidan ham xabarim yo'q. Demak, xabaringiz bo'lmagan. Tabrik keldi, nima uchun deb so'rashim noqulay bo'ldi, keyin so'radim, ya'ni rahmat dedim. Keyin o'sha yangiliklardan ko'rib rostdan ya'ni shok holatdagi, nima deydi, boya tavsiya etilganini bilsangiz ham kutib turasiz-ku-da. Kutilmagan joyda o'sha farmoyishni o'qishda loyiq bo'lganligi uchun xursand bo'ldik. Ya'ni kichkina harakatlarni, niyatlarni, challenge'larni baholanishi jihatdan va biz yapon hamkorlarimiz ham xursand bo'ldi. Ya'ni shu naqa tadbirkor bilan birgalikda ishlayapmiz degan narsada. Shu tavsiya etilganidan xabarim yo'q edi. Va bu nima bo'ldi? Endi motivatsiyada, ya'ni yana ishlashga, davom qilishga degan narsada. Ayrim payti qiyinchiliklar bo'ladi, stresslar bo'ladi, tadbirkorlik yaxshi ketmay turadi. Aynan shunaqa momentlarda bu nima zo'r nima deydi, talchok deydimi, boyagi ruhlantirish bo'ldimi, shunaqa bo'ldi. Tushunarli. Aksariyat biznesmenlarda, ayniqsa biznes olamida shunday bir fikr bordi. Biznesmen bu kelajakni ko'ra bilgan inson deydi-da. Ya'niki siz unda o'zingiz ham aytib o'tdingiz, ya'ni o'qituvchilikka qiyoslab. Biznes olamida ham xuddi shunday, ya'ni kelajakni ko'proq ko'ra olgan inson haqiqiy biznesmen deyishadi. Va bu borada bir ma'lumotda eshitgandim. Steve Jobs hattoki biznesmen o'rtacha hisobda 400 yil avvalgini 400 yildan keyin nima bo'ladi desa, biznesi haqida aytib berish kerak degan fikrni bildirgandi. Bu sizda qanday? Ya'ni kelajakka necha yilgacha reja tuza oldim deb o'ylaysiz? To'g'ri, ya'ni biznesda mana shu rejalashtira olish qisqa uzoq muddatli, chunki faqat uzoqni ko'rib ham ishlab bo'lmaydi. Menda ham misolcha ayrim uzoq muddat takliflar bo'lgan payti, yo'q, bugungi kuni muhim degan jihatlarim bor. Ya'ni bugun biznesda o'sha 400 yil, 100 yil, 10 yildan keyin kim g'olib desa omon qolganda. Avvalo o'shaning uchun omon qolish masalasi muhim biznesda. Shu jihatdan stability bo'ladi. Mana Toyota'ni bilasizlar, 2008-yilgi krizisdan juda og'ir yarador nima bu zarar ko'rgan. Lekin bu safargi Coviddan omon chiqqan kompaniyalarda yoki undan keyin foydada, yuqori foydada chiqayotgan narsa. Shunda o'sha Toyota'ni rahbariga savol berishdi, ya'ni o'tgan safar krizisda juda og'ir nima bo'lgan, 2008-yildagi moliyaviy krizisda oyliklar, hattoki o'sha rahbarlarga oyliklarni hammasini nol qilishgacha darajada boshqani shunda so'rashganda aytgan, bu rahbar sifatidagi meni ijtimoiy javobgarligim-ku, da. Ya'ni bir marta ko'ram hassasini bir marta yo'qotadi dedi-ku. Mana shu narsani men ko'rib, bilib degan narsa emas, kutilmagan narsa. Lekin shunday holat bo'lishiga tayyor bo'lib tura olishdi. Ya'ni ular Covid kelishini bilmagan, lekin mana shunaqa holatga tayyor bo'lish degan narsada biznesni optimallashtirish, moslashtirish degan narsada. Ya'ni bundan keyingi rivojlanadigan biznesni ko'ra olib u yerga qo'ya olish degan narsada. Shunga to'g'risi biznes qilishda mana shu birinchi nima, uzoqdan ko'ra olish degan narsada omon qola olish degan narsa. Shuning uchun savdolar kelayotgan payt, ish kelayotgan payti nimani bo'lishga harakat qilib, ya'ni birdaniga hozir ko'rib olish degan narsada keyingi yil, undan keyingi yil ham mana shu narsani saqlay olish degan narsada. Ikkinchisi, demak, omon qolishda biznes omon qolish uchun rivojlanish kerak. Ya'ni o'zida saqlab turish emas, ozgina rivojlanish kerak. Va rivojlanishiga qarab turib sizni timingiz, jamoangiz tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha biznes sohasi rivojlangan payti shunga albatta uzoqni ko'ra olish degan narsada Yaponiya bilan O'zbekiston munosabatlari bugun 74-75 ta kompaniya borda.
A, Xitoy 2000tadan o'tib 3000ga yaqinlashyapti. Koreya 600 ta. Ya'ni demak hozir Yaponiya bilan O'zbekiston orasidagi mana shu savdo munosabatlari yoki o'sha investitsiya munosabatlari 100 barabardan ko'p ga rivojlanish imkoniyati, undan-da ko'p imkoniyatiga bor. Shuning uchun raqobat ham bor. Ya'ni biz birinchi boshlaganimizda bu sohada hech kim yo'q edi. Covid edi, hamma uyda o'tirgandi. Ya'ni virusdan qo'rqib biz o'sha paytdan challenge qilib har bitta safarimizda 4 marta boya Covid test qilgan holatda u paytda boya Covid bo'lsang vafot qilish mumkin bo'lgan risklar bo'lgan holatda ham qo'rqmasdan duh bilan yo'lga chiqqan holatdamiz. Lekin bugun o'sha payt uni bo'lishiga ham hech kim ishonmasdi. Lekin bilamiz, biznes modellar tayyor bo'lgandan keyin ayni holat takrorlash bilan natija olish mumkin. O'sha holatlarga ham tayyor bo'lishingiz mumkin. Ya'ni men ham bilardim buni. O'sha copy and paste qilgan holatdagi yangi o'sha raqobatchilar paydo bo'lishini, ayni narsalarni takrorlash. Shuning uchun to'g'risi taxminiy misol uchun 10 yillik ketma-ketlikda qilayotgan narsalarni o'ylab kelyapman. Va misol 2 yil oldin boshlaganimni biz bu oy mana 9-sentyabr, oktyabr oylari 2 yil oldin boshlagan bitta loyihamni 2 yildan keyin mana shu narsaga ehtiyoj bo'ladi degan narsani kutgandik, imzoladik, qildikda. O'shani 2 yil oldin ko'rib o'sha narsani qilganimiz uchun bugun mana shu nuqtaga keldik. Lekin uni qilayotganimiz o'zi maqsad emas, u vosita. Yana o'sha 4-5 yildan keyingi bo'ladigan narsa uchun tayyorgarlik sifatida qilyapmiz va asosiy demak kelayotgan foydani o'sha narsalar uchun investment qilib qila olish degan narsada. Ya'ni keyingi bosqichda birinchi bosqichdagi biznesim o'lish holatida men boshlagan payt. O'sha paytdagi biznesim hozir qilayotganda uzoq yashamasdim o'zi bilaman-da. Shuning uchun o'sha paytdan keyingi bosqichdagi narsani tayyor bo'lib va undan keyingi bosqichdagi narsaga tayyor bo'lish kerak. Shuning uchun menimcha ya'ni 10 yil sohasi uchun stabil bir narsani ko'rib qo'ya olgan holatda yuribmiz degan narsada o'ylayman. Bu hozirgi holat, ya'ni bizni biznes katta bo'lmaganligi uchun 10 yildagi narsani rejalashtirish ham muhim. Lekin bu 10 yil narsasidagi narsa nima desa, keyingi undan keyingi narsani rivojlantira olish. Faqat Yaponiya bozori uchun prognozlar shunaqaki, ya'ni aholi minusga ketyapti-da. Iqtisodiyot minusga ketadi, rivojlanish baribir muammolar bo'ladi. O'sha jihatdan ham u qayta O'zbekiston imkoniyat bo'ladimi desa bo'ladi-da. Ya'ni u yerda investment qilgan sayin oqlamaslik masalasi bo'ladi. O'shanday paytda bizga o'xshagan yosh rivojlanadigan jamiyatlarga ularda ehtiyoj bo'ladi. Shuning uchun mana shu ikkita ehtiyojlarni moslashtirgan holatda keta olish degan narsa bilan harakat qilish. Albatta, fikrlaringiz uchun kattaga rahmat. Bunyodbek aka, bizda blitz savollar qismimiz ham bor. Demak, bunda birinchi savolimiz sizga. Bir so'z bilan aytganda biznesingiz uchun nima va nega? Kimdir uchun imkoniyat. Ya'ni qobiliyatlarini rivojlantirish uchun, boyilish uchun, g'oyasini sotish uchun degan narsada. Kimdir uchun bu innovatsiya, ya'ni o'sha bugungi kunda insoniyat kashf qilgan eng zo'r g'oyalardan bittasi biznes bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni ham jamiyat rivojlanishiga xizmat qiladigan innovatsiyalarni aynan biznes tashkil qilib beradi. Yoki bugungi kundagi o'sha hayotni tarzidagi eng to'g'ri optimal. Davlatga qaraganda korrupsiyasi ishlashi mumkin bo'lgan, davlatdan optimal bo'lgan narsadagi biznesni ko'rish mumkin-da. Yoki masalan Muhammad Yunus aytadiki, mana bugun mashinalarda sohasida juda katta o'zgarish bo'lyapti-ku, lekin baribir energiyasi yurmaydi, hammasi energiya talab qilinadi-da. Biznes ham shunaqa. Hali jamiyat rivojlanishi uchun bu innovatsiya bo'ladimi, ijtimoiy farovonlik ta'minlashi bo'ladimi, boshqa uchun biznesdan boshqa narsa yo'q hali. Boshqa variant yo'q. Ya'ni bugun sotsializm tahlilab ko'rdi biznesni, ahvolni ko'rdi-da. Shuning uchun insoniyat hali biznesdan boshqa narsa kashf qilmagan va Muhammad Yunus bunga qo'shimcha qilib social business degan narsada qilyapti. Hattoki sotsial loyihalarni ham qilishda, ya'ni biznesdan foydalanish kerak dedi. Ya'ni bitta NNOdan ko'ra social business, uni biznesga asoslangan holatda qilish zo'r dedi. Men imtihondirdim. Biznesni men uchun. Biznes imtihon.
birinchisi qobiliyatlaringiz imtihoni. Haqiqatda qila olasizmi? Ya'ni sizda biznes o'sha qobiliyatlar bormi? Tadbirkorlik qilish, xizmat ko'rsatishda hamma sohadagi sizni bilimingiz yetarlimi yo'qmi, ya'ni skilllaringiz jihatdan qanasidan hammasidan birinchisi o'sha qobiliyatlarni, bilimlarni imtihoni bo'ladi. Kimdir ochadi, cho'ta hali tayyormasan ekan, to'xtatib turib, yana o'zini ishlab turib qiladi. Ikkinchisi imtihon bu nafsingiz uchun. Chunki biz rejimlarni tanqid qilishimiz mumkin, tam demokratik, diktatura boshqadir. Lekin bitta kompaniya ochganingizda o'zingizda mana shu boshqaruvda diktator bo'lasizmi, demokrat bo'lasizmi, erkin bo'lasizmi, boshqami degan narsani ketadi. Shuning uchun bu birovni haqqini yeysizmi yo'qmi, to'g'ri bo'lasizmi yo'qmi, ishlan haqqini yeysizmi degan narsada, klientingiz haqqingizni yeysizmi degan narsada va aynan biznes bir tarafdan sizga shunday imkoniyatki, o'sha moliyaviy erkinlik deymiz boshqa. Mana shu imkoniyatlar bo'lgan payti o'sha imkoniyatlarni to'g'ri ishlatasizmi yoki noto'g'ri yo'llarga ketasizmi degan narsada ham nafs uchun ham bir og'ir imtihon. Tushunarli. Demak, Bunyodbek aka, insoniyat tarixida Bunyodbek Ibragimov o'zini qanday nom bilan esda qolishini xohlardi? Hech o'ylab ko'rmagan ekanman, ya'ni bunday qolish degan narsada. Lekin hozirgi yo'lim jihatidan o'sha boshlagan ishim O'zbekiston Yaponiya o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish. Shunda bir yangi sahifa ochdik deb o'ylaymiz, ya'ni xususiy sektorda mana shu sohada bir nima deydi, tarixda iz qoldirib, ya'ni O'zbekistonni bilan ikkalasini o'rtasida degan narsada va shu jihatdan ketyapmiz deb o'ylayman. Bunyodbekni bunyodbek qilgan 3 ta omil. Fidoyilik, buni tadqiqotchi, pedagog yoki boshqa degan narsada ko'rishimiz mumkin. Keyin fidoyilikni ko'rsak, qat'iyatlik, qaysarlik bo'ladi-ku. Balkim biznes ancha og'ir edi, unda qola olish, tadqiqotchilik ham og'ir edi ketish jihatdan va dangasalik ham bo'lishi mumkin. Dangasalik ayrim payti rivojlanishga nima qiladi, ya'ni odam yaxshiroq, osonroq yo'lda rivojlanishda. Lekin ya'ni fidoyiliksiz bu ayrim payt zarar bo'lib qoladi. Chunki aksariyat holda dangasalik pulsga ishlaydi. Nimagaki siz uni pulslar bilan, ya'niki osonroq yo'llarni izlash orqali nimadir yangi narsa kashf qilishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Demak, Bunyodbek Ibragimovning qahramoni kim? Endi shaxsiy hayotdagi narsanidan ko'ra o'sha tadbirkor sifatida aytadigan bo'lsam, to'g'risi Muhammad Yunusni o'sha olib turib biznesga kirishda juda ko'p o'ylanganman, kirmaslik masalasida. Chunki pragmatik qilib turib sizni shaxsiyatingizni o'zgartirib qo'yishi mumkin degan narsada va foydasini tushunmaganman. Lekin Muhammad Yunus o'sha Nobel mukofoti sovrindori ekanimiz. Shundan g'oyalanib turib kirganman. Ya'ni bu faqat men biznesga kirishdagi bo'lgan qahramon. Har bir sohada boshqa qahramonga egaman baribir. Demak, shu kungacha olgan eng katta zarbangiz nima bo'lgan? Albatta bu endi o'sha do'stingizni aldashi bo'ladi-ku. O'sha narsa bo'ladi. Do'stni aldash og'ir bo'ladi. Ishonasiz, shartsiz, sifatsiz ishonasiz. Ularni aldovi og'ir botadi. Va ikkinchisi o'sha biznesdagi mana shu narsa og'ir zarba nima bo'lgan desa, to'xtashni ham o'ylaganman. Ayrim payt mana shu aldovlar, qiyinchiliklar sizni agressiv choralar olishga, ya'ni ham rozi qilib qo'yadi. Mana shu paytda og'ir zarba ekanligini bilganman. Chunki hech bunaqa agressor bo'lish, kimgadir zarar berish degan narsani o'zimga to'g'ri ko'rmayman, lekin mana shu zarbalarda shuni bo'lganda og'irligini his qilganman. Tushunarli. Biznes yoki kompaniya ochganda yoki biznes boshlaganda bo'lish kerak deb hisoblaydigan 3 ta omil. Pul deydi-ku. Pul bo'lsa degan narsada, lekin o'zim pulsiz boshlaganman.
Birinchisi deb o'ylayman, ya'ni biznes boshlashda qat'iyat bo'lishi kerak. Ya'ni bu muhim omillardan bittasi. Chunki boshlab turib to'xtatib boshlaydigan odamlar biznes qila olmaydi. Lekin qat'iyatni o'zi yetarli emas, dard bo'lishi kerak. Bu pulga muhtojlik dardi bo'lishi mumkin, iqtisodiy qiyinchilik dardi bo'lishi mumkin, shuni hal qilish uchun bo'lishi mumkin. Yoki jamiyatdagi qaysidir bir ijtimoiy muammoni hal qilish dardi bo'lishi mumkin, yoki shu davlatni rivojlantirishi bo'lishi mumkin, yoki kimlardadir bo'ladi, misol uchun jamoasiga yaxshiroq bir atrofida do'sti boshqa bo'ladi, shularga bir yaxshiroq ish berish boshqa degan narsada nimadir dard bo'lishi kerak. Bo'lmasa nima deydi, bu bo'lmaydi. Va sabrmi deyman. Sabr muhim narsa. Bu aytganda ham zo'r bo'lib ketgan paytda ham sabr muhim. Chunki ko'p ko'rganmiz biznesda, ya'ni boylikka sabr qilish oson narsa emasda. Kambag'allikdan keyinroq bo'ladi. Keyin o'sha siz har xil holat bo'ladi. Qiyinchilikni ham sabri bor, boylikni ham, imkoniyatlarni ham. Bu aytganday zarbalarga ham degan narsada. Shuning uchun ya'ni xiyonatga boshqa joylarda nima bo'lmaydi-da, ko'rmaysizda, sinalmaydi-da. Bu og'ir narsa. O'shaning uchun uchalasi kerakmi deb o'ylayman. Tushunarli. Ko'proq nimadan qo'rqasiz? Yolg'izlik. To'g'risi uncha nima deydi, bir tarafdan aka-uka, opa-singillar bor. O'sha yaqinlarni uzoq payt yo'qotmaganmiz, yo'qotishni boshlaganda endi bittasini o'zi ham yetarli bo'lgan. Shuning uchun oila, do'st, qarindosh shunga boshdan aytishgan menga. Buni biznes qilib nima qilasan? Bitta o'zing ishla, normal topasan-ku degan narsada. Yolg'izlikdan undan ko'ra topganimni bo'lib turib ko'pchilik bo'lganini ma'qul ko'raman. Tushunarli. Tushlik qilish imkoni bo'lganida siz tanlaydigan 3 shaxs kim bo'ladi? Endi biznes sohasida deb o'ylaylik, chunki boshqa sohalarda xayollarimiz, orzularimiz bor. Bular ya'ni ichki dunyomiz yoki shaxsiy ma'naviy dunyomizdagi narsa. Biznesda to'xtaladigan bo'lsak, to'g'risi Muhammad Yunus bilan bir o'sha uchrashib nonushta qilishni o'ylardim, chunki biznes boshlashda bir tadqiqotchi bunyod tadbirkorga o'tayotgan payti ko'p savollari bo'lgan va uni kitoblarini o'qish bilan bunda bir qat'iyat bilan kuch topa olganman. Ikkinchisi Uniqlo CEOsi Yanai. Odam bugun Yaponiyada misol uchun kichkina retail, fast retailing deydi, tez ya'ni mana retail savdoni, chakana savdo qilish bo'yicha 22 milliardda. Ya'ni O'zbekistonning yalpi milliy mahsulotining 4dan 1-da, 5%lik savdo tashkil qilyapti unda. Va men to'g'risi o'sha Yaponiyada ham part time ishlab ko'rganman. Ish tashkil qilishi, boshqasi jihatlaridan. Ko'p narsa men o'sha yerda ishlab o'rganganman, o'rganishni xohlaganman, kirib nima qilganman. Bugungi kunda Yaponiyada o'sha noldan chiqib rivojlantirgan tadbirkorlardan bittasi va bitta ya'ni misol uchun kompaniyasini agar shiorlari boshqasiga qaraydigan bo'lsangiz, o'zi kiyim sotadi-da. Misol kiyim sotish odam dunyoni o'zgarishiga qanaqasi qo'shishi mumkin? Lekin shiori dunyoni o'zgartirishda. Mana shunaqa kiyimlar chiqarayki deyapti, uni kiygan kiyimlar o'zini shunaqa his qilsin, boshqa qilsin-da, o'sha komfort bo'lsin, boshqa bo'lsin. Haqiqatda lekin menimcha kiyim bozorida, tekstil bozorida odam o'sha g'oyasini, vizionini qo'yganda harakat qilishni boshladi-da. Ya'ni o'sha narsani qildi. Ham uni prinsiplaridan bittasi Zenin-kei degan narsa qiladi. Bu buddizm bilan biznesning nimasi. Shu jihatlarda ham nonushta qilib ya'ni bir nima qilishni xohlardim. Keyin ya'ni bu ikkinchi odam bo'lsa, bilmadim, ya'ni Toyota oilasidan birinchisi Sakaichi Toyotami yoki uni o'g'limi degan narsada yoki hozir Akiomi ko'p o'ylanardim. Lekin boshlashdan ko'ra hozirgi kunda bunaqa korporatsiyani boshqarish jihatdan ham u ham qiziqarli. Ya'ni to'g'ri startap boshqa degan narsadagi birinchi boshlagan founder Toyota bilan suhbatlash degan narsa o'sha motivatsiyasi bo'lishi mumkin, yoki ikkinchisi tuzishida avtomobil industriyani, ya'ni tekstilni o'tishi va bugungi kundagi Akio bilan suhbatlashib bo'layotganda 400-500 yillik degan narsani o'ylagan holatdagi biznes qiladigan odam sifatida Toyota Akio bilan bir piyola choy animcha yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Tushunarli. Demak, siz ham ko'p kitob o'qigan, mana shunday ilmli inson sifatida oxirgi savolimiz, siz tavsiya qiladigan hamma inson o'qishi kerak bo'ladigan
ya'ni o'qish kerak deb hisoblaydigan kitoblaringiz qaysi? Biznes sohasida to'g'risi nima deydi, ya'ni da kitob, ya'ni ko'p kitoblar bor o'qish mumkin bo'lgan narsa, lekin muhimi o'sha nima deydi, insoniyat bilan aytadigan bo'lsak, man Farobiyni 3 faylasuf kitobini yaxshi ko'raman. Juda qisqa, kam kitob. Buni juda sevib o'qiganman, inglizchada o'qiganman-da. Bu Arastu, Aflatun va o'zini tushuntirishga harakat qilgan kitoblardan bittasi. Buni yaxshi ko'rib o'qiganman. Keyin yoshligimdan balkim yaxshi nima qolib turib boshqalarga ham o'qishni istadim. Del Karnegi-da. Adam ko'p o'qib berardilar, o'zim ham o'qib, keyin o'zbekchalarini ham o'qirdim. Buni ham, ya'ni insonlar bilan munosabatlarda kitob kam deb aytilardi. O'sha Del Karnegini tavsiya qilaman. O'sha o'qish, ya'ni o'qigan, ya'ni umumiy hammada. Forobiy boya insoniyat tushunishi uchun boshqa bo'lsa, demak ikkinchisi o'sha Del Karnegi. Boshqa biznesda endi ko'p qaysi birini aytish mumkin. Ko'proq yaponchalarda kitoblar o'qiyman. Shunga hamma ham hozir o'qiydimi yo'qmi degan narsada nima deydi, bitta o'qigan kitoblardan bittasi o'zimga ham yoqadigan o'sha sodda kichkina kitob, balkim o'zimni tushunishga yaxshi bo'lib ekanligi uchun boyagi miyani tormozlari bo'yicha bir kitob trening ham qilgandik, o'sha bo'yicha ham o'zimni tushunishga ancha nima bo'lganda, ya'ni ayrim payti sodda kitoblar, chunki hamma o'qisa bo'lishi kerak deb o'ylayman. Tushunarli. Fikrlaringiz uchun va bugungi tashrifingiz uchun kattakon rahmat deymiz va ushbu sonimizni hali boshlanishi. Inshaalloh yana keyingi sonlarimizda sizni ko'rishdan mamnun bo'lamiz. Tomoshabinlarga ham kattakon rahmat deb qolamiz va bizni kuzatishda davom eting.